Va joning sog' bo'lgunlar. Aka-ukalar, Sutemgi buzoqlardan so'ragan aka-ukalarimizga Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Sharxonda Abdulloh ukamizning mini fermasiga shunaqangi yosh ko'chatlaridan, yosh Sutemgi buzoqlaridan kelgan aka-ukalar. Va hozir kam Yo'q yashetdi bu. Novvoschalardan izlayotgan bo'lsa, videolarimizni uzmasdan kuzatib, bittadan like'larni bosib turamiz. Xudo xolasa sizlarga shunaqangi chiroylilardan, sifatlilardan, shvedvachchalardan, estonvachchalardan olib kelgan aka-ukamiz. Bitta chiroyli like podpishka qilib turasiz. Shunaqangi estonvachchalarimiz, shved xonajinchalarimiz, ola parodalardan so'ragan akam qo'y. Turishlar qarang. Voy, joning sog' bo'lsin. Xudo xolasa aka-ukalar yedi ishchilariga, Sutemgi buzoqlarni xudo xolasa olib borib onalariga qo'shib beradi, sigirlariga qo'shib beradi aka-ukalar. Dastavkalari butun O'zbekiston bo'ylab chiqadi aka-ukalarimiz. Inshaalloh Abdulloh ukamiz bularni o'ziga kafolatini beradi. Ular bilan Abdulloh ukamiz bilan birga-birgalikda bularda obzorni qilib beramiz. Abdulloh, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Charchamasdan aka. Qora aka, ish partiyalar tugatdi aka. Xudo xolasa yangilarini aka 17 yosh, 18 yosh shunaqa ko'payib ketdi bu safar. Gap, o'ng qara. Qani joni sog'ligiga aka shubha qilmasin o'zaylar. Xudo xolasa borib chiroyli qilib emizib sigiri olsa qo'shib kelamiz. Gap. Borib aka sigiri qo'shganimizdan keyin aka chiroyli qilib pul sanab beradi aka. Ko'ngli to'lgandan keyin Xudo xolasa qani o'ynab turganda, joningni. O'ynab turganlaridan aka. Gap. Xudo xolasa zo'rlaridan olib keldi aka. Inshaalloh aka qolganlarini sekin bitta-bitta chiqaraveramiz aka. Gap. Obunachilaringizga salomlashmabmiz. Qora aka shuncha gapni gapirib. Assalomu alaykum. Doston akamning obunachilari. Xudo xolasa aka mana aytib o'tganimizdek 17 yoshmi 18 yosh bo'zaylar aka. Hammasini chiroyli birin-ketin aka ma'lumotlarni berib ketamiz. Arzondan boshlaymiz qora aka. Aka-ukalar chiroyli bitta like'larni bosib, videolarimizni podpishka qilib turamiz. Xudo xolasa hammani xonadonida bo'lsin. Yosh ko'chatidanmi, katta buqasidanmi, xunajinidanmi, shvetidanmi, estonidanmi aka-ukalar prostaki shuncha bitta chiroyli like bosib, Abdullohning mehnatini, shunaqangi chiroyli bizi chorvalarimizga, bizi mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib turasizlar. Demak, biz boshladik. Xo'p, shulardan boshlab ketaveramiz, Abdulloh. Aka puling yengillaridan Xudo xolasa. Qorovlarni zo'rlaridan aka. Bunisi mana shu ovqat istash bilan o'rib. Ha, aka. Ola barodalaridan aka-ukalar so'raganlar. O'g'ri, oyoqlari juda turibdi. Istagan tuyoqlaridan aka, Xudo xolasa. Xudo xolasa oyoqlari zo'r aka. Necha kunlikdan bo'ldi bular? Aka 10-15 kun avvalidan. Sog'ligi, salomatchiligi ularga sal kengay. Ularga behijolat aka, ana o'ynashni qarang. O'ynashni qarang. Aka, tani joni kirib ketadi. Xo'p, Abdulloh necha kunlikdan dedik bularni? Aka 15 kun avvalidan aka. 15 kun yog'ib yog'adi. Ha, tani joni sog'ligiga 100% garantiya aka. Aha. Behijolat aka. Gap yo'q. Xudo xolasa sigirlar bo'lsa sigirlarga sigirlarga Xudo xolasa chiroyli qo'shib, qora aka. Chiroyli qo'shib, emizdirib, ko'ngli to'lgandan keyin pul sanaydi aka. Inshaalloh. Bo'zaydi, bular Sutemgi bo'zay. Bo'yiga javob berilmaydi. Nimagaki aka 15 kun 10 kunlik bo'zaylar 1 metrlik bo'lmaydi. Ko'p bo'lyapti, telefonda katta ko'rinyapti, kelganda kichkina. Jay kichkina bo'zay emas, o'rtacha bo'zay. Telefonda katta ko'rinishi shu rost lekin aka. Telefonda katta mol kichkina, kichkina mol katta ko'rinishi. Shunday aka. Aka-ukalar endi moldan tushgan yaqinda 15 kunlik, 20 kunlik bo'lgan bo'zak 1 metrlik, 1,5 metrlik bo'zak tushmaydi-yu. To'g'ri. Jahonda. Dinozavrlar davrida emasmiz, Xudo xolasa 21-asrda shunaqangi shved mollarida yoki ola parodalarda baqilgan. Hech kim moli 1 metrlik tug'ibdi deganini eshitmadik. To'g'ri. Shu paytgacha. Qora aka, ikkosi ham xunajan. Ikkovi ham xunajan. Qora aka, narxi 13,5 million so'm. 13,5 million so'm. Dastavkalari qilib beramiz aka. O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab tekingami? Tekinga 13,5 millionning ichida O'zbekiston bo'ylab qilib beraman aka. Gap yo'q, aka-ukalar bunaqa shetirliklarda bo'lgan. Bittadan like'larni bosib turamiz. Keyingi videolarimizni olib chiqaringlar. Xolasa yana mana joning sog' bo'lganlar, xunajillarni qarang aka. Shunaqalardan izlayapsizmi?
Bular necha kunlikda Abdulloh? Tek. Bular ham mana shu 10-15 kunlik aka. Aha. Bitta katta, bitta kichik ekan. Gapi. Xudo xolasa tanajoni 100% javob aka. Ularga Borib, emizdirib, sigiriga qo'shib aka. Aha. Kallalarni qarang aka. Kallalar ham bor. Sigiriga qo'shib emizdirib kelamiz aka. Aha. Kasal bo'lsa, emmasa, cho'loq bo'lsa, ko'zi ko'r bo'lsa aka bo'zay bizniki. Aha. U behijolat aka. Xudo xolasa aka, tanajoni sog' aka. Sutem turibdi. Ha, sutem turibdi aka. Narxiga aka, narxiga. Narxiga Tek 8 dan bo'lsa 16 yarim bo'lsa 15 yarim bersin aka o'yga aka. ikkosiga 15 yarim. 15 yarim bersin aka. 8 dan demadim. 15 yarim million bersin. 7 million 750 dan bo'ladi shunday aka. Hozir akalar bular 5 oydan keyin ikkovi bittasi ikkovini pulini chiqarib oladi. Shunday. Inshaalloh. 7 million 750 dan tanlab olaveradi. Bittadan chiroyli layklarni bosib turamiz akalar. Hammaga nasib qilsin deb yozib qo'yamiz kommentariyalarda. Ana jonivorlar, mana qarang. Shunaqasidan izlayotdingizmi? Bitta laykni bosib turing. Mana o'ylanash. Abram. Malades. Maqbul bola. Mana. Joning sog' bo'lgunlar. Mon qarang ana. Aka. Yana to'r bosh xunajinida akalar. Keyinroq tur. Gap yo'q, mon qarang. Chiroyliligini bir-biridan. Abdulloh bular necha kunlikdan? Aka 10-15 kunlik aka. Aha. Xudo xolasa bittasi novvos, uchtasi xunajin aka. Bittasi xunajin, novvoscha. Ashinisi novvos aka. Mana shu. Ashqashlanyap turgan. Gap. Qora aka. Ha, ular xunajin, qora aka. Voy, joning sog' qarang. Uchovi ham bir xil. Aka. Voy. Mah. Uchovi ham bir xil. Mashalloh. Toza Shveddan tushgan aka. Aha. Manovi o'zimizning molni bolasi aka. Aha. Mana novvoscha. Novvoschani ko'rsating-da aka. Hozir mana uni qarang, chiroyligini bular. Mana qarang. O'zimizning molni bolasi aka. Aha. Novvoscha 20-25 kunlik. Narxi 8 million. Novvoschaga narxi 8 million. 8 million so'm. Xunajinlarimiz. Xunajinlarimiz aka. Aha. Xunajinlariga ham aka 8 milliondan tanlab olaveradi aka. Tanlab olishga. Tanlab olishga 8 milliondan bo'laveradi. Aha. Xudo xolasa o'ylanmasin dastavkalarga. Gap. Dastlab kelamiz butun vodiy bo'ylab xudo xolasa akalar bularni ham olib borib qo'shib berib, xudo xolasa sigir bo'lsa, sigiringizga emdirib berib kelinglar. Aka, emdirishga boshqasiga o'ylanmasin aka. O'zimiz qo'shib kelaveramiz aka. Shopirimiz bor. Shopir bilan bitta jiyanni qo'shib beramiz. Aka, chiroyli qilib qo'shib, ko'yni to'lgandan keyin pulni sanab beradi aka. Bizda unaqa hali tashab qo'yib, bo'ldi naqa bo'lmaydi aka. Yog'ida tashab kelgandan keyin ham telefonda turamiz. O'rgatib turamiz. Manaqa qiling, anaqa qiling deb. O'zaylarni oyoq qo'lini qarang aka. Oyoq qo'llari ham bak. Oyoq qo'llari uzun. Munajinni zo'rlari aka. Inshaalloh sigirlarni bolalar akalar sutni ham berishni qilaveradigan bolalar akalar. Dedan layklarni bosib turamiz. Nasib qilsin deb kommentariyalarda yozib turamiz. Kommentariyaga bo'shashmanglar akalar. Kommentariyani chiroyli qilib yozib turinglar akalar. Qora aka. 8 millionga novvoscha yo'q. Bozorda ham yo'q. Men dastavkasini qilib beraman butun O'zbekiston bilan. Dastavkasi bilan 8 million. Aka, xudo xolasa. Tanajoniga 100% o'ylanmasin. Bitta laykni bosib turing akalar. Aka. Toza shvedga o'zimiz jaydari shvedidan novvos ikkovi ham. Xudo xolasa akalar bittadan layklarni bosib turamiz. Buni qarang. Bular necha kunlikdan Abdulloh? Aka, 15 kun avvag'ida aka. Aha. Bunisi toza shved aka. Narigisi o'zimiz jaydari moldan qasi. Shved moldan tushgan u ham aka. Inshaalloh. Novvoscha, tanajoni sog' aka, ichotki-pichotkisi yo'q. Xudo xolasa aka, borib emizdirib qo'shib beramiz. Qora aka, narxlariga aka narxlariga 9 million so'mdan beraveradi aka. 9 million so'mdan Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi qo'shib berish ichida aka. 18 million. Sal keyinroq bo'lishgan. Mana. Xudo xolasa, sizdan chiroyli layklar bosib, kommentariyalarda, izohlarda o'zingizlar fikrlar bildirib qo'ygan bo'lsanglar, akalar shunaqalardan nasib qilsin hammanglarga. Hayda. Mana qarang jon, buraligini bu jonivorlar. Ha. Kepaylar yalayapti o'zi. Ha? Kepaylar yalayapti. Yo'q, kepaylar yalamaydi, bular sut o'zay aka. Faqat sut ichadi aka. Sut ichadi. Mana. Jon, bittadan layklarni bosib qo'yamiz.
Eston parodadan so'raganlarga alohida yagonasidan. Xudo xolasa zo'ridan, Estonni zo'ri aka. Novvoschasidan aka-ukalar. Bu. Aka, qora aka hozir bular esdan chiqib qopti, bularning ichidan. O'zini qilyapmiz. Estonni zo'ri aka. 12 kunlik. Xudo xolasa tanajoningiz zo'r. Sigirlarga qo'shib beramiz. Narxi 11 million so'm aka. 11 million so'm. Yosh oyligi? Yosh oyligi 12 kunlik. 12 kunlik. Gap yo'q aka. Bittadan like. Turishini qarang, turishini. Joningdan. Telelarda yozib qo'ying. Estonni buqasidan boqaman degan aka-ukalar. Mana, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qarang, qarang. Ana. Jonim. Gapdi. 4 bosh. Aka-ukalar. Ma'lumotlarni ayting. Aka, xudo xolasa bitta novvoz, tek 3 ta xunajin aka. Ikkita sut emisi bor. Ha, yugurib naradi. Ha, unisini hozir olib kelamiz. Unisini novvoz aka. Hayda. Qora aka hozir ana uni. Kattalari ham xunaji aka. Kattalari ham xunaji. Necha kunlikdan? Aka, bular 1,5 oylik aka. 1,5 oylik. Toza shved. Ha. Toza shved aka. Pachkalarni qarang bular. Original. Молодец. Oyoq qo'llarini qarang aka. Haqiqiy sutga to'y mana kepaylar yalaydi aka, uni qarang. Kepaylar yalayapti. Yerda kepaylar yalayapti, ikkovi ham aka. Aha. Kepay yalaydi, qochib tur. Joning sog' bo'ling. Xudo xolasa emadi ham, kepay ham yalaydi, qora aka. Narxiga aka, ikkovini ayting, Ikkovi kattalar. ikkovi kattalar. Narxiga aka, Ha. 21,5 million bersin, ikkoviga. Ha. 11 million 250 mingdan bo'ladimi shunda? 10 million 750 dan bo'ladi. 21 million 500 ming so'm. 21 million 500 ming. 10 million 750 dan. 50 ming so'mdan ikkosiga. Ha, ikkoviga bersin aka. 10 million 750 mingdan. Novvoschamizga. Novvoschchaga 11 million so'm aka. Aha. Manosiga 9 million. Ikkoviga 20 million bersin aka. Mana. Choplarni ham oraslari orqadan ekan aka. Zo'ridan aka. Joning sog' bo'ling. Sakinroq bo'lishsin, ashiganga ber. Gap yo'q. Tozalaridan aka. Joning sog' bo'lganda. Tanajoni o'ynashni qarang. Xudo xolasa aka, o'ylanmasin. Tanajoni 100% javob aka. Bularga ham xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab chiqalar akalar. Laklarni bosib turish esdan chiqmasin. Shular bilan tamommi? Xudo xolasa tugadi shular bilan aka. Bunga shular bo'ldi akalar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa barchasidan sizlarga ilingan Abdulloh bo'ldi.